Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammanglar sog' salomatmisizlar? Xo'sh, Xitoy karomini hozir men matapilani frezerida 2 martadan yurib chiqyapmiz. Mana ko'rishinglar mumkin, yumshoq qilib beryapti. Endi bunga nima qilamiz? Endi bunga ariq ochib chiqamiz ikkita chetiga. Shunaqa omoch qo'yganmiz. Matapilaga qo'yib ariq ochib beradi ikkita chetidan. Keyin u ikkita chetiga dori solib chiqamiz. Uni hozir videoning davomida qo'yaman. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Bugun mana Xitoy karomimizga dori solyapmiz. Shu tartibda solyapmiz. Xo'sh, buni solish uchun oldin ikkita tomonni ochib oldik. Mana ikkita tomonni ochib oldik. O'zi qanaqa holatda edi? Mana bunaqa holatda edi. Mana matapilamizda ikkita tomonni ochyapmiz. Mana shunaqa holatga olib kelib, tagiga dori solyapmiz. Mana bu dorimizni tarkibida amofos karbamid sulfat teng qo'shilgan. Amofos karbamid sulfat teng va kaliy, misol uchun 2 qop amofos, 2 qop sulfat, 2 qop karbamid bo'lsa, kaliy yarim qop qo'shilgan. Shu tartibda tayyorlab olganmiz dorini. Mana Xitoy karomimizning ko'rinishi, holatlari yaxshi. Endi hozir xudo xolasa buni dorisini sep bo'lib arig'ini ochib chiqamiz. Bu dori ko'milib ketadi, tagida ko'milib qoladi. Amofos shunaqa xususiyati bor. Tagida tursa tomiriga ancha ta'sir qilib yotadi. Shunga bu dorini ko'mamiz. Keyingilarini arig'idan sepib beraveramiz. Xo'sh, Xitoy karomi haqida bugungi videomiz shu. Savollar tushgan ekan, telefon nomeringizni bering deb o'tgan safar ham bir aytib o'tdim. Telefon nomerimni yozib qoldira olmayman, chunki bo'sh vaqtimiz bo'lmaydi. Telefon qilsanglar ola olmasligimiz mumkin. Shunga agar bu savollar bo'lsa, aloqaga chiqmoqchi bo'lsanglar, sizlar telefon nomerlaringizni yozinglar-da, telefon qilib yuboring desanglar, men bo'sh vaqtimda o'zim qilib yuboraman sizlarga. Bemalol gaplashib olaveramiz. Kommentariyada yozib qoldirsam, ko'pchilik ko'radi. Ko'pchilik telefon qilsa javob bera olmasligim mumkin. Videolarda iloji boricha savollarga javob berib ketyapmiz. Eksa bo'ladimi? Hozir ham savol bo'lgan ekan Xitoy karomini. Hozir menimcha уже kech, chunki pishgunicha muzlama sovuq tushib qolsa yig'ishtirib ola olmaysizlar. Agar havo yaxshi kelib qolsa, olasizda yig'ishtirib. O'shanga avgustgacha ekish kerak iloji boricha. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.